Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, YouTube Instagram kuzatuvchilar. Xudo xolasa sizlarga sigir topib qo'yganmiz. Bir dona sigir, 2 dona bo'g'oz. Sizlarga bir dona sigirimiz ma'lumotini berib ko'rsatib qo'yamiz. Bolasi xunachi, mana 1 soatga borgan yo'q tuqqaniga. Mana xunachi. Simental. Onasi mana ola qoraga simental bo'lgan. Bo'ylar 30 pilis bu molimiz. Ro'zg'or bopidan. Bozor botib, ro'zg'or bop sigirlar kelib chiqaveradi. Mana shoxlari ham konkretga olgan. Mana hozir yotib oldi. Shita tashqarida yurgan edi. O'ynab kelib, bu sog'lom, ham yoqdimdan xijolat bo'lmaylar. Telefon nomerini pastda qoldirib ketamiz. Laykni bosib turinglar. Orqalarini ko'rsatib beramiz, hozir bo'y basilarni. Ana, yuvosh. Mana. Hammasidan bexijolat chiqadi. Mana bunisini bolasi ham qo'yibdi. Bexijolatga orqa qoldilar. Mana. Bir donasini bolasi ham qo'yibdi. Bunaqa 3 yilin, 3 yilin bas bilan. Bir donasini bolasi ham qo'ygan. Tarsillab yotibdi mana. Shu molimiz. Bolasi xunaji. Mana simental. Bo'g'ozimiz yana bat. 8 kunligidan. So'rgan ukalarimizga. 4-qo'ringa. 8 oylik bo'g'oz shu bo'g'ozimiz. Mana bexijolatga. Mana chandir. Anchagina yelin soladi shu molimiz ham. Zo'radan tobergali. Bo'ylar bundan balandroq 35 pilisga olaverasizlar. 35 pilis. Minuslar bilan deychi. Bemalol 30 devasida chiqadi. Shu molimiz. Mana. Yelena hammasi. Bunaqa 3 yilin, 3 yilin bas bular. 4 joyda. 4 olasi ishlaydi. Mana hammasi ko'rinib turibdi. Shu molimiz 8 oylikka, 8 kunligidan. 8 ga 8. Bu ham ro'zg'or bopida. Birinchi bo'g'ozimiz. Bu birinchi sigirimiz. Bir dona sigirimiz bor, 2 dona bo'g'ozimiz bor. Mana bu birinchi bo'g'ozimizdi. Bunisi yana bat. Ikkinchi qoringa. Bu ham 8 oylik. Bo'ylari 140 pilislar bilan undan jicha balandroq olmali. Shu molimiz. Bunisidan baland. Mana yelindan ko'rishlar mumkin. Yorlar jonga solyapti. Mana. Anchagina katta mol bu. Ozbatda katta kichik xira ko'rinishi mumkin, kelib ko'rishlari mumkin bemalol. Batta 3 dona molimiz bor. Teva Karxidon omborni oldida ko'pchilik 30 tacha molimiz bor. Bemalol chiqib ko'rishlari mumkin. Bitta ikkita emas-da, boshi bor oxiri yo'qda. Mana konkret. Onasi buzoqchaga o'xshaydi. Ikkinchisiga buzoqchaga o'xshaydi. Nima deyapti? Shu molimiz. Sakkiz oylik. 4 kun, ikkinchi qoringa. Endi sutlarni tuqqandan keyin sinab ko'rishlar mumkin. Xolasalar o'zimiz ham tug'dirib berilaveradi. Bunaqa tomondan xijolatchilik yo'q. Bundan boshqa mollarimiz ham bor, so'rab olamiz bundan boshqa. Sizlar izlaganlarindaqa katta kichik ferma boplardan, ro'zg'or boplardan bor. Orqa oldilar mollarimiz.
4 joyda hammasi ishlaydi. Bunaqa 3 yil emas. Mana. Shumonimizda 3-inchisi. Ikkinchi bo'g'ozimiz bu. Mana birinchi bo'g'ozimiz bu, ikkinchi bo'g'ozimiz bu. Bir dona, ikki dona bo'g'ozimiz bor. Hali mollar ko'p.